Şərqi Türkistan xalqının Xitay kommunist qızıl terroriga qarşı көрәшләре. Şərqi Türkistan xalqı Xitay basqınçılarına heç qachon baş əkkini yo'q. Xalqimiz Xitay kommunist hökümdarlığına qarşı neçə yüzlərcə qitim qo'zg'aldi. 1949 yılı Xitay kommunistleri Şərqi Türkistan'a besib kirgandan ta bugungi kungacha 54 yil jarayonida 300 qitimdan ortiq qurolliq va siyosiy kurashlar bo'lib o'tdi. Masalan, 1950 yılı 30 yanvar günü Qumul viloyatining Artörik nahiyasida Nasir va Abdulla boshchiligidagi Uyg'ur partizanlari Xitoy armiyasining oldini to'sib hujum qildi. Bu bir kunlik jangda nurg'un Xitoy askarlari o'ldirildi. Keyinroq bu kurashga Oltoydagi Osman Batur qismlari kelib qo'shilib, bu jangga Osman Batur bosh qo'mondonlik qildi. 15 mingdan ortiq partizanlar bosqinchilarning ko'p askarlarini yo'q qildi. Xitoylarga cho'ng tahdid soldi. Bu urushda nurg'un qo'zg'olonchilar qahramonlarcha shahid bo'ldi. 1951 yılı 2 may günü Osman Batur Ürümçi şehrida Xitoylar tarafidan etib o'ldirildi. 1950 yılı yanvarda Ürümçining janubiy tig'ida uyushgan 2000 dan ortiq qurolliq otliq partizanlar Sidiq Zoling, O'razbay, Vali rahbarligida Qumuldagi jangga moslashib Xitoy askarlariga hujum qilib zarba berdi. Ular Sharqi Turkistonda mustaqil davlat qurish siyosiy programmasini e'lon qilib, Xitoylarning aldamchilik siyosatiga bosh egmadi. Ular Ürümchiga qattiq tahdid soldi. Fidoyilar bu urushni 1950 yılı dekabrgacha davom qilgan bo'lsa-mu, ko'p qurbonlar berib, chekinib ma'lum qismi chet ellarga chiqib ketib, vatan davosini davomlashtirdi. 1951 yılı G'ulji shahriga to'plashgan 51 nafar ziyolilar, ya'ni 51chilar qurultay ichib Xitoy mustamlikchilaridan demokratik usulda mustaqillik talab qildi. Xitoy markaziy hukumatiga bayonot topshirdi. Ular butun Sharqiy Turkistondagi ziyolilarga ochiq xat e'lon qilib, Xitoylarning aldamchiligini fosh qildi va milliy armiya qismlarining qurolliq kurashga hozirlanishni talab qildi. Xitoy doiralari bu talabga qarata aldamchilik va qonliq qirg'inchilik bilan javob berib, nurg'unlagan ziyolilarni turmalarga qamab va surgun qilib yo'q qildi. Sharqiy Turkiston xalqi 1951 yildan boshlabla Xitoylarning aldamchilik hiyla neyranglarini yaxshi tushunishga boshladi. Milliy armiyaning turlik sabablar bilan tarqatilayotganligini ko'rgan xalq g'azablanib Xitoyga qarshi qo'zg'alishga boshladi. Milliy armiyadan qaytib borgan jangchi ofitserlar harakatga kelib qo'zg'alishga boshladi. Ilida milliy armiya ofitserlaridan Yaqub Rahmanov, Mali Gajdar, İdrislar qurolliq qo'zg'aldi. Bu harakat Jallod Vangjanning umumyuzlik qirg'inchiligiga uchradi. 1951 yılı 12 noyabr günü Ürümçi qatarlıq joylarda Abdul Aziz Damollam, Qurban Qoday, Seyit Ahmad Xoja, Abdullah Samati, Hamud Haji, Nurbek, Pasha Beg, Canımqan qatarlıq 350 dan ortiq vatanparvarlar o'lim jazosiga hukm qilindi. 2000 dan ortiq kishi qamoqqa ilinib turmalarda azoblandi. G'uljida polkovnik Abdug'upur Sabir Hajiyev, polkovnik Qurbanjon, Ildirim Mas'ud, Yaqub Rahmanov, Söydongda İdris, Seyit Haji, Qaribay, Bakri G'azi, Hoshurmat,
Şuxodun, Nasriddin Hakim qatarlıqlar bo'lib, 20 mingdan ortiq vatanparvarlar, ziyolilar, diniy zotlar va jangchi ofitserlar o'ldirildi. Necha 10 minglagan begunoh kishilar qamoqqa ilinib, turmalarga jazo lagerlariga tashlandi. G'olji shahridagi istirohat beg'ida Xitoy bosqinchilari necha minglagan xalqni majburiy yig'ib, ya'ni Pan-Turkistonlar ustida ochiq sud qilish kompaniyasini uyushtirib, Rahmanov Yaqub va uning sabdoshlarini sudladi. Rahmanov Xitoylarning qattiq nazoratiga qaramay, xalqqa qaratib o'lim oldida, ya'ni "Hey mening mazlum xalqim, men o'limdan qo'rqmayman. Sizlar bilib qo'yinglarki, bu Xitoy bosqinchilari har turli hiyla nayranglarni ishiltib, bizning aziz vatanimizni besib oldi. Bularning maqsadi millatimizni xitoylashtirib, qul qilmoqchi. Sizlar hargiz bu bosqinchilarga bosh egmanglar" degan edi. 1952-yildan boshlab Jallod Vangjin, ya'ni yer islohoti, zo'magarlarni besiqtirish niqob bilan nahiya bozorlarda qonliq qirg'inchiliklarni elib bordi. Xalq ichida obro'yi bor yurt mo'tavarlari, ziyolilar va milliy armiyadan qaytgan jangchi ofitserlar turli bahona va tuhmatlar bilan xalq oldida oshkor etib tashlandi. O'limga hukm qilinganlarning soni 200 mingdan eshib ketdi. Chingiz Damollam, Asadullah Damollam qatorliq ko'zga ko'ringan rahbarlar o'ldirildi. 1955-yili Xalq İnqilobiy partiyasining Artush Ulug'chan sho'balari markazning topshirig'iga asosan xalqni qo'zg'olon ko'tarishga tashkilladi. Milliy armiyaning sobiq zambarakchisi polik komandiri Janoyev bilan Ömerovlar yo'shirin holda 300 dan ortiq qurolliq otliq qo'shin tashkillab, avgust oyida qo'zg'olon ko'tarib, Ulug'chan tavasidagi Xitoy askarlarini qirib tashlab, Ulug'chan noyisini ozod qildi. Uyg'ur va qirg'iz yoshlari birlashib tashkil qilgan bu partizanlik harakat Qizilga hujum qilishda xoinlarning sotqinligi bilan qo'rshovga tushib qilib mag'lub bo'ldi. Ko'p jangchilar o'ldirildi va turmalarga tashlandi. Janoyev turmada qiynab o'ldirildi. Ömerov 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 1956-yili martda Boqi Damolla bilan Samat Damolla yetakchiligida Xotanning Qaraqash noyisida Qaraqash xalqi qurolliq qo'zg'olon ko'tardi. Mingdan ortiq qo'zg'olonchilar Tarim vodisidagi Xitoylarga hujum qilib, cho'ng zarba berdi. Hal qilg'uch jangda qahramon qo'zg'olonchilar dushmanning qismlarini asosan qirib tashladi. O'zlaridan necha has ko'p dushmanlar tarafidan qo'rshovda qolgan inqilobchilar jon tikib jang qilib 200 dan ko'pragi shahid bo'ldi. 1956-yili mayda Lop nahiyasida 2000 ga yaqin qo'zg'olonchilar Abduqodir boshchiligida qurolliq qo'zg'aldi. Arqa-arqadan mag'lub bo'layotgan qo'zg'olonchilarga amaliy harbiy yordam berish uchun 1957-yili Urumchining mudofaa liniyasi bo'lgan Ulanbayga o'rinlashtirilgan Milliy armiya otliq poliki qo'zg'olonga tayyorlik qilayotgan vaqtda xoinning sotqinligi bilan pash bo'lib qoldi. Bu otliq polik asosan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, O'zbek askarlaridan tarkib topgan va milliy ozodlik urushida qahramonlik ko'rsatib, Urumchiga yaqin Manasqcha yurish qilgan qo'shundi. Bu o'ngishsizlikdan keyin jangchi ofitserlar tutqun qilindi. Sharqiy Turkiston Xalq partiyasining qo'zg'olonga yetakchilik qilgan rahbarlari va munavvar a'zolari turmalarga tashlandi va o'ldirildi.
1958-yili oktyabrda Qumulning Tangritog' rayonida Temur xalifa Xo'janiyaz hojilarning avlodlari bo'lgan 7000 dan ortiq kishi qo'zg'olon ko'tardi. Bu qo'zg'olonga Ali Qurbon bilan Seyit Boturlar yetakchilik qildi. Qo'zg'olonchilar nahiyadagi Xitoy askarlariga hujum qilib, turmadagi mahbuslarni ozod qildi. Aloqazada bo'lgan Xitoylar Barko'lga chekindi. Bir yilga qadar davom qilgan bu urushda Xitoylar bak qo'rqib ketdi. 1962-yili G'ulji va Cho'chak shaharlarida xalq Xitoy zulmiga qarshi norozilik namoyishlar uyushtirdi. 29-may kuni namoyishchilar Ili Obukum binosi oldiga kelganda Xitoy askarlari qurolsiz begunoh namoyishchilarni qattiq o'q tutib qirg'in qildi. Necha yuzlagan namoyishchilar shu maydonda etib o'ldirildi va turmalarga tashlanib, dahshatli turda qiyin qistoqqa ilinib jazolandi. 10 minglagan kishilar aziz vatanini tashlab Sovet O'rta Osiyoga chiqib ketishga majbur bo'ldi. G'ulji xalqi bu, ya'ni qonliq 29-may qirg'inchilik kunini hech qachon unutmaydi. Xitoy kommunist bosqinchilarga la'natlar o'qiydi. Yana 1962-yili Xotan tavasida, ya'ni Sharqiy Turkiston Uchqunlar ittifoqi tashkiloti o'zining siyosiy programmasini e'lon qildi. Qarqash nahiyasida, ya'ni Sharqiy Turkiston partizanlari tashkiloti qurilib, Tursun Hofizining rahbarligida qurolli qo'zg'olonga tayyorlik ko'rildi. Biroq Xitoyga xizmat qilgan sotqunlarning jinoiy qilmishidan bu harakat oshkorlanib qilib, nurg'un yoshlar turmalarga tashlanib, qiyin qistoqqa ilindi. 1969-yili, ya'ni Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobi partiyasi Xitoy doiralarining qattiq nazorati va bostirishiga qaramay umumiyuzlik qurolli qo'zg'olon ko'tarishni qaror qildi. Bu partiya o'zining siyosiy programmasi, jangovarligi, tashkiliy qurilishi, strategiya va taktika jihatdan ilg'or, mukammal partiya edi. Partiyaning markaziy organi chet eldan qurol yordam olish uchun to'liq huquqliq vakili, ya'ni aloqachisi Aytan Abidlarni Sovet ittifoqiga aloqalashish uchun yoshirin holda avatgan edi. Bir necha qatimliq aloqa bog'lash hususidan Sovetning amaliy harbiy yordam ko'rsatganligiga ishongan partiya markaziy komitet byurosi 1969-yili 28-iyun kuni qurolli qo'zg'olon ko'tarishni belgiladi. G'ulja, Cho'chak, Bo'rtala, Oltay, Qarmay qatarlıq shimoliy shaharlarda portlatish elib berib, Xitoylarning diqqatini shu tarafga jalb qilish. Shuningdek, chegara rayonlarida qurolliq mudofaa uyushtirib, Xitoylarni aloqazada qilib, uningdan keyin umumyuzlik qurolliq qo'zg'olonni Qashqarda uyushtirish va oxiri Qashqarda, ya'ni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurib, uni dunyoga e'lon qilib, Afg'oniston, Pakistan, Hindistonlarning hamkorlashishi bilan chet ellardan qurol setib olib, eng oxirida aziz Sharqiy Turkiston zaminini Xitoy kommunist mustamlikchilaridan mangu ozod qilish planlangan edi. Shunisi, ijnorligi Sharqiy Turkiston xalqining manfaatini doim Xitoylarga setib kelgan Sovet rahbarlari bu navbatda ham xoinlik qildi. Qo'zg'olonga 3 kun qolganda bu, ya'ni janoblar bo'lg'isi qo'zg'olon haqidagi uchurni Beyjingga yo'llab Xitoylarni xo'shal qildi. Bu uchurdan xabardor bo'lgan Beyjing 1 milliondan ortiq harbiy va soqchilarni safarbar qilib, Sharqiy Turkistonning hamma shahar, nohiya yezlarida umumyuzlik qamoqqa ilishni boshladi. Oldi bilan ziyolilar, o'quvchi yoshlar
vatanparvar xizmatchilar qamoqqa elindi. Xoinlarning sotqinligi bilan qo'zg'olondan 3 kun burun Xalq inqilobiy partiyasining markaziy komiteti rahbarlari tutqun qilindi. İmanov boshchiligidagi 32 ming kishi qamoqqa elinib turmalarga tashlandi. Bütün oliy bilim yurtlarining muallim va o'quvchilari to'pi bilan tutqun qilinib lagerlarga tashlandi. Qashqar liniyasidagi Axinov, Mijit qatorliqlar muddatdan burun qo'zg'alishga majbur bo'lib, Xitoyning kuchlik armiyasi bilan qattiq jang qildi. Düşmanning ko'p askarini qirib tashildi. Axinov, Mijit, Xayrulla, Osmonjon, Mamtimin, Xayriniso qatorliq qahramon yetakchilar bir tomchi qini qolgacha dushman bilan jang qilib qurbon bo'ldi. Ahmadjon Muniri, Mijit Soqi, Rozi Hekim, Muhammad Emin qatorliq yetakchilar Qashqarda o'lim jazosiga hukm qilindi. 1970-yili 29-may kuni, ya'ni G'ulji Cho'chak qirg'inchiligi kuniga to'g'rilab, Urumchida ochiq sud hukmi bilan Sharqiy Turkiston Xalq inqilobiy partiyasining nomi bilan To'xti Qurbon, Niyoz Ömer, Abdurahim Baqi, Hoshur Qari, yosh qahramon Do'lqin Ibrohim qatorliq 30 nafar mujohid o'limga hukm qilindi. İnqilob rahbari Uyg'ur Abdunum rayonining muavin raisi Mamtimin Imanov doktorxonada maxfiy o'ldirildi. Uyg'ur xalqining munavvar o'g'loni Muhammad Emin Iminov 1915-yili Atush shahrida tug'ilgan. Yarkent, Urumchi qatorliq shaharlarda bilim olgan va suv injineri bo'lib, Savan qatorliq joylarda xizmat qilgan. 1945-yilining boshlarida pidoi bo'lib, milliy armiyaga qatnashib, polkovnik darajasiga ko'tarilgan. 1950-yillarda Abdunum rayonida nozir va Abdunum rayonining muavin raisi bo'lgan. 1960-yillarning 2-yarmida, ya'ni madaniyat inqilobi davrida maxfiy harakat boshlagan. Sharqiy Turkiston Xalq inqilobiy partiyasiga rahbarlik qilganlik uchun 1967-yili qamoqqa elinib, 1970-yili 17-mayda Urumchida maxfiy o'ldirilgan. Imanov xalqimizning milliy ozodlik, mustaqillik harakatida asosliq rahbarlik rol o'ynagan milliy rahbarimiz va qahramonimizdir. Uning Uyg'ur millatining mustaqilligi yo'lida o'z jinini aymay kurash qilganligi avlodlarga abadiy ulgu bo'lib qolgusi. Butun Sharqiy Turkistonda qonliq terror 6 oy davom qildi. Nurg'un botir vatanparvarlar turmalarda qiynab o'ldirildi. Nurg'unlagan gunohsiz odamlar jazo maydonlarida azoblandi. G'ulji shahrida bir kun ichida Abubakri Zohir, Abdujabbor, Sabir, Ismoil, Abdug'ani, Xo'jaahmad, Do'ngmamat Qodir, Asilqon, Muqon, Hanifa, Yusuf Musa qatorliq qahramonlar so'roqsiz sud qilmay Xitoy jallotlari tarafidan etib tashlandi. 9 taradin Rajab, Abdukerim, Nilqida Ahmadjon Ömer, Tekesda Hoki Mehmet, Mungulgarada Qoydar qatorliqlar Xitoy qo'lida qurbon bo'ldi. Bütün Xitoy kommunist hukumatini titirtivatgan bu inqilob mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Sharqiy Turkistonda yashayotgan xalqlarning birlik ittifoqlik kuchini, ozodlik g'oyasini Xitoy bosqinchilariga hech qachon bosh egmaydiganligini yana bir qatim ko'rsatib o'tdi. 1970-yildagi Xitoylarning terrorlik harakatidan keyin Sharqiy Turkiston xalqi nihoyatda tashkillik va ehtiyotchanlik bilan yangi kurash bosqichiga o'tdi. 1980-yillari Xalq inqilobiy partiyasi va mustaqillik tashkilotlari
qat'iy yoshurun holatda harakat ilib bordi. Milliy ozodlik ko'rash keng doiralik qanot yeyishga boshladi. Sharqiy Turkiston xalqi yangidan milliy uyg'unish davriga qadam qo'ydi. 1981-yili 12-yanvar kuni Qog'iliqdagi yoshlar qo'zg'oloni. Shu yili 27-may kundagi Fayzovat qo'zg'oloni. 1983-yili Qashqardagi, ya'ni Yosh uchqunlar tashkilotining faoliyati. 1985-yili 12-dekabrda Urumchidagi o'quvchilarning namoyishi. 1988-yili iyun oyida Urumchi shahridagi milliy g'urur namoyishi. 1989-yili 18-mayda Urumchidagi musulmonlarning namoyishi. Bu umumyuzlik milliy uyg'unish va milliy ozodlik ko'rishining kun sanab ilgirlayotganligidan derak beratdi. Ammo 1990-yillarga kelganda Xitoy doiralari xalqqa qarshi qonliq terrorni texmi kuchaytdi. Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobi partiyasi, ya'ni bo'lginchi guruh deb e'lon qilinib, uningga qarshi bosqinchilar uyushtirildi. Chekidan oshgan zulm dastidan toqati qolmagan xalq o'z-o'zidan qisos elish guruhlari va atratlarini qurib, bosqinchilardan o'ch elishga harakatlandi. 1990-yili 5-aprel kuni Qashqarning Barin yezisidagi dehqonlar Zayniddin Yusuf boshchiligida qo'zg'olon ko'tardi. 10 mingdan ortiq odam qatnashgan bu qo'zg'olonchilar oldi bilan hukumat idorasini ishg'ol qildi. Xitoy askarlari bilan 4 kecha-kunduz jang qildi. Xitoy markaziy televiziya stansiyasi, ya'ni bizning askarlarimiz qo'zg'olonchilarning o't kuchini to'solmadi deb e'tirof qilib xabar tarqatdi. Barindagi bu qo'zg'olon Beijingdagi Xitoy rahbarlarini bak cho'chitibdi. Tanka, aeroplan, zambirak va zamonaviy qurollar bilan qurollangan necha 100 ming Xitoy askarlari harakatga keltirildi. 6-aprel kuni Beijingda favqulodda qo'mondonlik shtabi qurilib, buningga Jiang Zemin, Li Peng, Liu Huaqinglar qo'mondonlik qildi. G'oljirlashgan Xitoy askarlari Uyg'ur yezilarini qorshab, etizda ishlayotgan gunohsiz ayollar va yosh bolalarni oymay etib o'ldirdi. Bu vaqani o'z ko'zi bilan ko'rgan muxbirlar Bo'shikdagi bir buvoqqa 3 pay, Bo'shikka 7 pay o'q tekkanligini ochiq yozdi. 2 oy davom qilgan bu urushda nurg'un Xitoy askarlari o'ldirildi. 200 ga yaqin qo'zg'olonchilar o'limga hukm qilindi. Xitoy askarlari 3 qo'zg'olon rahbarini naq maydonda etib tashildi. Nurg'un qahramon yoshlar dushman qo'liga tushib qilib, turmalarda azoblandi. Ya'ni Xitoy kommunist hokimiyatini og'dirib tashlab, mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurish siyosiy programmasini e'lon qilib, jangga kirgan bu qahramon o'g'lonlar Sharqiy Turkiston xalqiga cho'ng madad berdi. Barin qo'zg'olonidan keyin Sharqiy Turkistonda gavdalik kurashlardan biri dunyoga ma'lum bo'lgan, ya'ni G'ulji voqeasi bo'ldi. 1997-yili 5-fevral kuni Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida gunohsiz Uyg'ur yoshlarining tutqun qilinib, turmalarga tashlanayotganligiga qarshi 900 dan ortiq yoshlar namoyish qildi. Xitoy doiralarining bu tinch namoyishchilar bilan tinchlik suhbat o'tkazishning o'rniga namoyishchilarga o'q etib, nurg'un odamlarni o'ldirdi. Bu nohaq ishni ko'rgan qahramon G'ulji xalqi namoyishchilarga qo'shilib, Xitoylarning zulmiga qarshi qo'zg'aldi. Xitoylar Beijingning bevosita buyrug'i bilan dahshatli qirg'inchilik elib bordi. 300 dan ortiq Uyg'ur yoshlarini qattiq sovuqda suv chechib to'nglatib va etib o'ldirdi.
4000 ga yaqin yoshlarni tutqun qilib jazo lagerlariga tashladi. G'ulji xalqining uylarini oqtirib bir qancha oy harbiy holat yurgizdi. G'ulji vaqasi bilan munosabati bor deb gumon bilan qo'lga ilingan Sharqiy Turkistonliklarning soni 75 mingdan eshib ketdi. Ta hozirgacha har oyda bir qatim ochiq sud e'lon qilib, 10-15 kishidan tarkib topgan gruppa Uyg'ur yoshlari o'limga hukm qilinmoqda. Xitoylarning bu fashistlik qirg'inchilik harakati chaqmoq tezligida butun dunyoga ma'lum bo'ldi. Bu qonliq vaqa Sharqiy Turkiston masalasini dunyo jamoatchiligiga yana bir qatim tunutib, dunyoning diqqatini qo'zg'adi. Xitoy doiralarining G'ulji vaqasini qattiq maxfiy tutishiga qaramay, dunyodagi nurg'un televiziya va gazet jurnallar alohida xabarlar tarqatdi. 1997-yildagi qonliq bostirishlardan keyin Sharqiy Turkiston xalqi ideviy tashviqotni kuchaytirib, ideya birligini qo'lga keltirish, shuningdek, ma'rifni taraqqiy qildirib, yosh avlodlarini bilimlik ham vatanparvar ruhda tarbiyalab, vatan ozodligi uchun payt kutishning muhimligini asos maqsad qildi. Shuni aytish kerakki, hozir Xitoy kommunist hukumati Uyg'urlarni yo'q qilish uchun qo'lidan keladigan barliq choralarni qilyotidi. Uyg'urlarni zo'rliq zumbuliq bilan assimilyatsiya qilish siyosatini yurgizib, ularning o'z ona tilida o'qishini cheklayotidi. Xitoy tilini bilmaydiganlarni ishdan va o'qishdan qo'g'layotidi. Uyg'urlarning boy tarixini va madaniyatini soxtapazlik bilan burmalayotidi. Xitoy va uning malaylari uyalmasdan, ya'ni Uyg'urlar Sharqiy Turkistonda yerlik xalq emas. Ular Mong'oliyadan ko'chib kelgan degan o'ydirma va xatarlik fatvolarni to'qib chiqmoqda. Hozirgi Xitoylar amalning barcha Uyg'urlarning qadimki tarixini burmulab, uni yo'q qilishga harakat qilmoqda. Yoki bu tarixni o'zlarining tarixi bo'lib qilish uchun oldirab, yangi tarix yozishga kirishmoqda. Shuning bilan ularni ulug' millat, ulug' xalq qilib sun'iylashtiryotidi. Bu Xitoylar shuni bilib qo'ysinki, dunyoning siyosiy va madaniy tarixida cho'ng ta'sirlik rollarni o'ynagan, insoniyat dunyosiga madaniyat tarqatgan muqaddas zimin Sharqiy Turkistonning zimin va tarixiy egisi Uyg'ur xalqidir. Hozirgi vaziyatdagi Uyg'ur xalqining ichinishlik ahvolidan foydalanib, uning tarixiga va madaniyatiga qo'l silib, uni burmulab, saxtalashtirayotganlar kelajakda dunyo oldida sharmanda bo'lishi cho'qim. Shuning uchun biz madaniyatimizni, shonliq tariximizni mukammal o'rganishimiz va uni qo'g'dishimiz kerak. Shuningdek, yosh avlodlarni bilimlik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, jonbaqar vatan xoinlariga qarshi kurash qilishimiz lozim. Bir donishmandning so'zi bilan aytganda, mustaqillik uchun kurash qilish xalqimizni birlikka da'vat qiladi. Milliy mustaqillik uchun kurash qilish har kimdan, har bir oiladan boshlandi. Yosh avlodlarga cho'nqur, har taraflama bilim berishga tirishgan ota-onalardan, muallimlardan, bilim elishga tirishgan bolalardan boshlandi. Ya'ni mustaqillik uchun kurash qilish xalqimizni birlikka da'vat qiladigan har bir shaxsdan boshlanadi. Mustaqillik uchun kurash qilishni kundalik deb hisoblagan xalq mustaqillikqa hamon yetmay qolmaydi.